qancha muddatda yasab berasizlar o'zi mebelni? Bizda srok ikki qismga bo'linadi. Bu ishlab chiqarish uchun bitta srok hamda ustanovka uchun. Ishlab chiqarish jarayoni avtomatlashtirilganligi hisobiga biz sizga kontrolni zamer, ya'ni dizayn proyekt, smeta, shartnoma qilingandan keyin joyingizni yana bir marta aniq o'lchamlarini olgandan so'ng ishlab chiqarishga berganimizda ishlab chiqarish bizga aniq vaqtlarni bera oladi. Bu vaqtlar hozirgi kunda 15 ish kunidan 45 ish kunigacha davom etadi. Keyingi muddat bu ustanovka. Ustanovka sizning joyingiz tayyor bo'lishi yoki boshqa har xil sabablarga ko'ra keyinroq yoki barvaqtroq boshlanishi mumkin. Agar joyingiz tayyor bo'lsa, ustanovka srazu mebel tayyor bo'lgandan keyin boshlanadi va 10 ish kunida tugatib beriladi. Agar sizda buyurtmangiz faqatgina oshxona bo'lsa, xuddi shu muddatlar. Agargina izdeliyatlar kolичествоsi ko'paysa, ya'ni xonalar ko'paysa, spalnya, garderob, prixoj va boshqa xonalarning mebellari ham bo'lsa, u xonalarning murakkabligiga qarab turib, sroklar 10 kun emas, 15 ish kuni yoki 20 ish kunigacha ham cho'zilishi mumkin. Bular o'sha siz bilan shartnoma qilinayotgan vaqtda shartnomada aniq ko'rsatib o'tiladi.